Bugun biz kanal uchun, ya'ni Telegram kanal uchun logotip tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi OpenAI tomonidan ishlab chiqarilgan Sora AI sun'iy intellekti kerak bo'ladi. Buni albatta Google dan topishimiz mumkin. Google, Yandex, любой brauzerdan. Va kirganimizdan keyin albatta biz ChatGPT dan ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak, chunki bu ChatGPT ga deyarli ChatGPT kompaniyasida ishlab chiqarilgan va albatta ChatGPT ga ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak va bu yerga ham kiramiz. Kirganimizda mana bunaqa Explore oynasi ochiladi, ya'ni bu qilingan, ya'ni mana shu sun'iy intellekt orqali qilingan rasm va videolar hisoblanadi. Bu yerga kirganimizdan keyin pastda prompt yozadigan joy bor, ya'ni rasmni qandayligini tushuntiradigan joy bor. O'sha yerga quyidagi matnni yozamiz. Demak do'stlar, quyidagi matnimizni yozib olganimizdan keyin bu yerda biz sozlamalarni to'g'irlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, pastda image, ya'ni pastga tushirib olsam, image bor. Bu rasm degani, biz bunga qo'yamiz. Video qo'yadigan bo'lsak, bizda pro versiya kerak bo'ladi. Demak, image ga bosamiz, bu rasmlarga qo'yamiz va ko'rinishni 1:1 ga qo'yib olamiz. Bu yerda 3:2 bor. Bu YouTube uchun, ya'ni horizontal deydimi, короче qanaqadir narsa. 3:2. Va 2:3 bor. Bu telefonga mos, ya'ni 1080 o'lchamida yoziladi. Demak, 1:1 bo'ladigan bo'lsa, bu Instagram fotosi uchun mos. Va logotiplar uchun ham mos. Biz 1:1 ga qo'yamiz. Va to'rga, mana bu yerdan to'r v degan joydan to'rga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Bu nechta variant berildi, ya'ni sanga nechta rasm ishlab berildi deyapti. Biz 4 taga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni qancha ko'p bo'lsa, bizga shuncha yaxshi variantlar tanlashimizga. Va qolganini tegmaymiz. Bu yerdan qolganini endi qo'yishimiz mumkin. Bu yerda mana pixel art, bu yerda mana nima deydi? Har xil stillar bor. Bu stil qo'shmasa ham bo'ladi. Agar qo'shsa, misol yangi ishlatuvchilar bo'lsa, ya'ni dizaynga unchalik tushunmaydigan odamlar bo'lsa, bizga qo'yishi mumkin logotipni. Shuning uchun noni, ya'ni bu yerga bosib, mana bu yerda nonini bosib qo'yamiz. Bu hech narsa emas, o'zidan bilib qo'yadi. Va hammasini qilib olganimizdan keyin bu yerda mana bu yerdagi strelkani ustiga bosamiz va ozgina kutsak, bizda rasmlar hammasi tayyor bo'lgan bo'ladi. Mana va rasmlar hammasi tayyor bo'lgandan keyin do'stlar, bizga mana 4 ta variant berildi. 4 tasidan eng yoqqanini o'zimizga tanlab olamiz va tanlab olgach, mana bu yer, ya'ni tanlab olgan rasmimizni ustiga bosamiz va bosgan rasmimizni chetida, mana tepada yuklash belgisi turibdi. O'shani bosamiz yoki klaviaturamizdan o'zbekchada, ya'ni lotinchada D harfini bosamiz. Va mana yuklandi va mana logotipimiz tayyor. Endi bemalol buni foydalansak bo'ladi.